9 aprel aziz obunachilarimiz. Navbatdagi 192 avtomat korobka benzin motorli 17 ot kuchini ega bo'lgan motokul tavatirimiz. Qalliqko'l rayonidan kelgan shu Yoshilqonga bo'ldi. Bahasi normalniy bo'ldimi? Haydab ko'rdingiz, ishlatib ko'rdingizlar, ha? Necha so'mga kelishdingizlar? 7,5 million so'mga. 7,5 million so'mga naqd pulga kelishdilar. Xayrni ko'ring, qutlu bo'lsin texnikalaringiz. Xayrli barakali bo'lsin. Ishlaringizga omad. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana bundan keyin bu yoqda Bahadur Raygaz degan. Endi mototsiklni muroyida qo'yib ko'tarayotirman deydi. Ondan bo'lsam qutlu bo'lsin texnikalaringiz. Rahmat. Tozdirmoq nasib etsin. Iloyim keyin mashinalarga aylanaversin. Necha so'm bo'ldi bahasi? Bahasi 5 million. 5 millionga kelishdingizmi? Qag'anni turib turaman deydimi? Bo'ladi. 5 akkumulyatorli balonun nechilik bo'ladi? 16lik balon bo'ladi bu. Mana ulkan balon. Qara. Mana 5 akkumulyator sidiniyali splashnoy sidiniya bo'ladi. Buni eldinda ziretchiki bakoylar hammasi ildirib keldi. Bo'ladi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Hurmatli obunachilar, bugun 10 aprel navbatdagi mototsiklimiz Bobur Findan kelgan Rimba akaga sotildi. Mana mototsikl 220 ga 140 200 lik zonshim motor, panejinni povushinisi bor, 60 lik vilka. Yana nus qoldi buni. Bu odamning axlajini deb aytiladi. Ana shu mototsiklimiz Rimba akaga sotildi. Rimba aka qutlu bo'lsin texnikalaringiz. Rahmat. Qo'zdirmoq nasib etsin. Katta bo'ling. Keyin yaxshi. Ko'ndagiday bo'ldimi? Narx-navosi bo'ldi. necha so'mga oldingiz? 25 millionga oldim. Naqd pulga 25 bo'ldimi? 25 millionga oldim. Rozimisiz savdolardan? Roziman. Bu bir bormakan ko'rdingiz-ku. Boshqa yerlarda mo'ylanib ko'rdingiz, ko'rdim dedingiz axir. Aziz obunachilar, mana klientimizning fikrlari. O'zingiz xulosa qilishlaringiz mumkin. Ko'rib keldim deyotir, naqd pulga 25 millionga sotildi. Qutlu bo'lsin. Keyin mashinaga aylanaversin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barakatini bersin. Foydali, barakali bo'lsin. Siz tomosha qilib turganlarga nima deyasiz? Endi tavsiya mana shunga kelib, naqd savdo bo'lsa, manaki 25 millionga beryapti. Hokim yordamchisi bo'lsa, hokim yordamchisidan beryapti. Zo'r. Xizmatlari zo'r. Bobur Ofiyga ketdi, xudo xolasa. Motorlar qancha vatn ekan? Ha? Motorlar. Benzinlimi? 25 ga sotildi shu. Aziz obunachilar, 11 aprel navbatdagi sotuvimiz Nukus rayon Aqterek apijadan kelgan Yoshilqonlarga bo'ldi. Mototsiklimiz Grand Motors mototsikli 130 ga 180 degan razmerdagi kuzov razmerli mototsikl. 200 lik motor. Vodimni axlajdiga qo'yilgan bo'ladi. Bahasi necha so'm bo'ldi? Necha so'mga kelishdingizlar? 22 million so'mga ikkovi bir joydan, har qaysi 22 million so'mdan Nukus rayoniga dastlabki ham ichida bo'ldimi? Dastlabki ichida. Narx-navosidan savdolarimizdan rozimisiz? Rozimiz. Ko'ndagidek bo'ldimi? Balki o'ldikdek, yaxshi. Eldinda avans berdi, bargan pulini so'ng qo'lingizga tiyib uyingizga tushirgandan keyin hisoblashasiz-da. Bu dokumentlari xudo xolasa shart-shurt ertangi desangiz, ertangi shot spravkasini tashab beramiz. Xohlasangizlar bugun ham pul hisob kitob etilgandan tashab beriladi, xudo xolasa nasib bo'lsa. Bo'ladi, foydali, barakali bo'lsin. Ko'ndagidek bo'lgan bo'lsa, sizlar sog' bo'ling. Keyin toza mashinalarga aylanaversin. Barbarava. Ikkinchi mototsiklimizni yuboryapmiz. Nukus rayoniga.